Tarixda buyuk shaxslarni qanday tarbiya qilishganini bilarmidingiz? Deyarli barcha podshoh oilasida shahzoda va malikalarga alohida murabbiy biriktirilgan. U ularga suvda suzish, kamondan o'q otish va jismoniy mashqlarni o'rgatgan bo'lsa, boshqa ustozlar mantiq, adabiyot, siyosat va hisob ilmini o'rgatishgan. Va mana shunday alohida tarbiya ko'rgan shahzoda va malikalar o'z tengdoshlaridan ancha o'tib ketib, haqiqiy bir rahbar bo'lib tarbiya topishgan. Hozirgi kunda Yuksalish liderlar akademiyasi jamoasi ayni bobolarimiz izidan yurib, zamonaviy 14 ta modul asosida yoshlarga eng kerakli bilim va ko'nikmalarni berib kelmoqda. 20 mingdan ziyod o'quvchilarni biz bugun o'z tengdoshlaridan o'zib haqiqiy lider bo'lib shakllanishida xizmat qildik. Darslarimiz shu vaqtgacha offlayn rejimda o'tib kelingan, lekin ko'plab takliflarga binoan onlayn dasturni ham ishlab chiqdik. Tez kunlarda uni taqdimotini siz azizlarga qilib ko'rsatamiz. Biz bilan qoling. Sizlar bilan Muhammad Ali Shonqulov, Yuksalish liderlar akademiyasi asoschisi.